Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizni uyda egalariga topshirdik. Bu obyektimiz razmeri eniga 17 metr, uzunasiga 18 metr bo'ldi. Hozir ichidan ko'rinish holatini ham olib beraman sizlarga. Molxonamiz ustini olib berdik. Materiallarimiz konteyner profildan bo'lgan material. Mana akalar, ustun xorlarimiz 4 tali bo'ldi. Stokalarimizni balandligi 250. Stokani orasi 6 metrdan mana. Bu obyektimiz ustiga shifr yopib berdik. Tagiga qora kigiz tashlab yubordik, issiq sovuq ushlashiga. Mana. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, uy tomlari, katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustlarini 25 metrgacha o'rib bez ustini olib beramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Narx-navolar 170 mingdan 250 minggadir. Bu joyimiz 220 mingdan bo'ldi. Ustun xorlari ikki tomonga ham bo'ldi mana. 220 mingdan 1 kvadratini qilib berdik. Shu joyimiz 68 millionga bo'ldi. Uyda egasi shifrini olib berdi, qora kigizini olib berdi. Shuning ichida qatirib berdik. Tashqaridan ko'rinish holatini ham olib beraman. Firmalarimiz orasi 1.40 dan. Rekalarimiz orasi 0.80 dan bo'ldi. Shifrga moslab qo'yib berdik. Bu obyektimiz Jizzax viloyati O'zbekiston degan qishloqda bo'ldi. Mana tashqaridan ko'rinish holati 24 ga 7 aloqadamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.